Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Hürmetlik Müslüman qarindoshlarım. Navbatda biz dunyodagi musulmonlarning ahvoliga, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarining ahvoliga qaraydigan bo'lsak, ularning nihoyatda ichinishliq, afsuslanarliq bir vaqtni beshidan kechirayotganligini ko'ramiz. Kishilik huquqi dafsanda qilingan, dini xo'rlangan, ballari yetim qoldirilgan, ayollari igjoqsiz qolgan, mushundoq bir xo'rliq ichida yashayotganligini ko'ramiz. Hozir musulmonlarning, Uyg'ur ummatining beshidan o'tayotgan bu kunlarga insonning qalbi yig'laydi. Ko'zlarimiz yosh emas, qon yig'laydi qarindoshlar. Dunyoda buningdanmi cho'ng bir musibat bo'lmasa kerak. Xo'rliqdanmi cho'ng musibat bo'lmasa kerak. Bu kulfat ajoyib cho'ng bir kulfat. Biz bu musibatdan, bu xo'rliqdan faqat Alloh subhanahu va taolaning diniga haqiqiy qaytishdan boshqa bir yo'l bilan qutlanmaymiz. Bizni mushu holatga keltirgan, mushu xo'rliqqa muftalo qilgan ish bo'lsa, bizning nomimiz musulmon. Ish harakatlarimiz islomdan bakmu yiroq qarindoshlarim. Chunki musulmon demak Alloh subhanahu va taolaning insonlarga vahiy orqali bekitib bergan qoida tuzumlariga to'liq rioya qilish demak. Islom deyish bilan bu islomning nomini elib yurish kifoya qilmaydi. Aytayli qarindoshlarim, bir musulmon degan ekanmiz, musulmon o'zining Robbiga bo'lgan mas'uliyatini, o'zining Robbi bilan bo'lgan aloqaning mohiyatini bilish kerak. Musulmon bo'lgan ekan, bir musulmonda bo'lish tinchlik, xususiyat va aloyidilikni bilish kerak. Musulmon bo'lgan ekan, ota-onasi bilan qanday muomala qiladi? Musulmon bo'lgan ekan, oilasi bilan, ayoli bilan qanday muomala qiladi? Musulmon bo'lgan ekan, o'zining farzandlari bilan qanday muomala qiladi? Musulmon bo'lgan ekan, o'zining tuqqanlari, yaqinlari bilan qanday muomala qiladi? Musulmon bo'lgan ekan, qo'shnilari bilan qanday muomala qiladi? Musulmon bo'lgan ekan, do'stlari, qarindoshlari, atrofidagi kishilar bilan qanday muomala qiladi? Musulmon bo'lgan ekan, o'zi yashayotgan jamiyat bilan qanday muomala qildi? Shu jamiyatda o'zining musulmonlik obrazini qanday namoyon qilish kerak, buni bilish kerak qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo bu dinni 7 qavat osmonni ustidan bu dinni mundoq anglab qo'yish, nazariya shaklda qabul qilish uchun nozil qildi qarindoshlarim. Yoki biz bu islom bilan faxrlanib, Qur'oni Karimni ajoyib muqaddas kitob deb uning ma'no mazmunlarini tushunmay, amal qilmay, buning uchun tushunmadi Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bu dinni har bir musulmonning hayotida o'rin olish uchun, shu musulmon o'zining oilasini mush Qur'onning ruhi bo'yicha yoshitish uchun, musulmonlik bilan, Qur'on bilan jamiyatda bu dinning obrazi namoyon bo'lish uchun Alloh subhanahu va taolo bu dinni insoniyatning yashash yo'lini yo'ritib turadigan nur qildi qarindoshlar. Mana bu din butun insoniyatni ozg'unlikning qorong'uligidan hidoyatning nuriga chiqarish uchun Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan din. Bizga 7-qavat osmondan shuni tushirgan din qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Qad ja'akum minallohi nurun va kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur bi'iznihi va yahdihim ila siratin mustaqim." Sizlarga deydi. Sizlarga Alloh tarafdan haqiqatan nur va ro'shan kitob, ya'ni Qur'oni Karim keldi. Alloh shu kitob orqali Alloh rizoligini tilganlarni xotirjamlik yo'llariga yetaklaydi. Alloh o'zining irodasi bo'yicha ularni qorong'ulikdan nurga chiqardi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qildi. Mana biz bu oyatdan biz haqiqiy musulmon bo'lsak, islomning nomini ko'tarib yurib emas, Qur'on hadisni o'zimizning butun hayotida tatbiqlagan,
insonlar bo'lgan bo'lsak ma kuni qolmagan bo'ladi. Endi men qarindoshlarim mushu musulmon qarindoshlar bilan birga yashash jarayonida bu musulmonlarda balkim o'zimda atrofimdagi kishilarda mushu o'zida islomlik obrazini namoyon qilmaslik, ya'ni musulmon deb qo'yib qilgan ishi musulmon bo'lmaslik, ammo musulmon emas g'arb ahlining nurg'un qilgan ishlari islom ta'limoti uyg'un bo'lganlikdan iborat. Bu ahvolni ko'rib nihoyatda ichinaman. Mana g'arb Allohga bo'lgan iymonidan emas, o'zining aqli bilan, o'zininki necha tajribasiga asosan shu islom ta'limoti bo'yicha yashasa, insonlarning baxt saodat bilan yashaydiganligini bular tajriba orqali va o'zining aqli orqali topdi. Bular Qur'oni Karimga Muhammad alayhisolamga iymon keltirganlikdan emas, hozir g'arb dunyosida bo'layotgan barliq ijobiylik asli islomning ta'limoti ekanligini bilamiz. Ammo bizdek musulmon yashayotganlarda ism bor, lekin ta'limotlari va har bir musulmonda bir musulmonga loyiq obrazning yo'qligini ko'rib, mana azroq mush haqda to'xtalishni to'g'ri topdim qarindoshlar. Musulmonga qaraydigan bo'lsak, bir tarafga dinning bir tarafini chin eslib olgan, yana bir tarafiga sal qarayotgan. Ba'zilarimiz namozga kelganda shundoqcha oldin hisobda, biroq o'zimizdan chiqayotgan sesiq puroqlarga, putlarimizdan chiqayotgan, ig'izimizdan chiqayotgan sesiq puroqlarga diqqat qilmayotgan. Ba'zilarimiz ibodat shaklimiz qarasak shundoq bir yaxshi bir itoatchan banda, lekin tuqqanlarimiz bilan bo'lgan aloqamiz yaxshi emas. Ba'zilarimiz ilm bilimga berilimiz, ibodatga berilimiz, lekin oilamizda nima bo'layotdi, oilamizning, bolalarimizning ahvoliga diqqat qilmaymiz. Ba'zilarimiz ota-onamiz bilan bo'lgan muomalaga diqqat qilmaymiz. Ba'zilarimiz oilamizga zulm qilamiz. Ibodat jihatdan, namoz jihatdan, ro'z jihatdan yaxshi, lekin muomalaga kelgan chaqchu, qo'shnilar bilan bo'lgan muomalaga kelgan chaqchu, ijtimoiy aloqamiz yo'q qanday bo'layotdi? Musulmonlarningki ishlarga, musulmonlarning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy ahvollariga ko'ngil bo'lishimiz-chu. Mana bu jihatda xuddi hech qanday bizda mas'uliyat yo'qdek. Yoki mush islomning og'zimizda shundoq islomni yaxshi ko'rdiganligimiz, bizni simolarimizdan, turqimizdan shundoq musulmondek chiqib turdi. Lekin islomning axloqiga-chu, yemak ichmak axloqi, boshqalar bilan ijtimoiy aloqada bo'ladigan axloq, boshqa bilan suhbat etpaganda, so'zlashganda bo'ladigan axloq, mushunga sal qaratamiz. Texi bu ishlar ichinishli yeri normal musulmonlarda emas, balki o'zini islom yo'lida da'vatchi degan kishilarimizda tepilib qolyapti. Bular islomningki mushu tarafini yaxshi tushunmaganlikdan o'z his qilib, his qilmay bu xatolikni qilib qo'yapti. Bizning islomimiz bu emas qarindoshlar. Bizning islomimizni Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu nihoyatda shundoq yaxshi yo'rtib bergan. Umar ibn al-Hattob radhiyallohu anhu bir odamni bilmoqchi bo'lib, atrofidagi odamlardan so'radi. Falonini bilamsizlar debdi bir odam qopib, "Ey mu'minlarning amiri, meni bilma, tunima" dedi. Umar ibn al-Hattob, "Undaqda sen uning qo'shnisimi? Chunki qo'shna o'zining qo'shnisining axloqini nihoyat yaxshi biladi" debdi. "Yo'q, men qo'shnisi emas" dedi. "Ey, undaqda kashki sen u odam bilan safar qilib boqqan o'xshaysan. Chunki safar insonlarning xarakterini oshkorlaydigan bir hodisa" debdi. "Yo'q, men safar qilib boqmadim" dedi. Umar, "Undaqda sen uning bilan tijorat qilib, tangitillar bilan muomala qilib boqmaganmiding" debdi. Chunki tangitillar insonlarning qandoq insonlar ekanligini oshkorlaydigan narsa debdi. "Yo'q, men uni qilib boqmagan" debdi. "Ha, sen u odamning masjidda bidam sajda qilib, bidam ruku qilib, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb namoz qilganligini ko'ribsan-da" debdi. "Ha, shundoq" dedi. Umar, "Sen o'ta u odamni tunimaydi ekansan" dedi qarindoshlar. O'ylab baqilib, Umar odamni dedi, "O'lta sen tunimaydi ekansan u odam" dedi. Chunki Umar ibn al-Hattob xuddi bizning hozirgi zamonimizda yashagandek nurg'un odamlarimiz masjiddan chiqqan chaqda
xuddi chapanni sağgandek dinni ash masjidning eshigida silib o'tib, oyg'ini kiyib, dunyoga g'oljirlarcha qadam qo'yib, birdam uning haqqini yeyotgan, birdam buning obro'yiga, kishilik huquqiga daxl tarz qilayotgan, g'ayvetini qilayotgan, shikoyatini qilayotgan, mana masjiddan chiqiblar mushunda holat chiqdi. Nurg'un odamlarimizda qarasa shundoq kelishgan soqol. Lekin bu soqol Rasululloh degan sunnat soqol emas. Bu soqol shaklida soqol, ammo muomalaga kelgan vaqtida qilgan ish harakatlarida hech bir musulmonning soqoliga o'xshamaydi. Qarindoshlarimiz, abay kiyib olgan ayollarning hammasi esil sifat islom obrazini o'zi namoyon qilgan haqiqiy musulmon ayolligini ko'rsatmayotdi. Qarasak sunnatga amal qilib, misvaqlarni yonchuqlarga silib yurgan nurg'un odamlarimiz bor. Lekin bu misvaq boshqalarning go'shini yeyish uchun, boshqalarningki g'ayvitin qilish uchun xuddi tishimizni bilaydigan bilayga o'xshab qilayotgan. Namoz bo'lsa Alloh subhanahu va taologa yaqinlashadigan mohiyatini yo'qotib, bir ijtimoiy odat bo'lib ketayotgan. Haj bo'lsa bir ijtimoiy taxallus bo'lib qilayotgan. Voy hojim, voy hojim. Ey jinim qarindoshlarimiz, to'g'ri abaya dinimizdagi avratni yapadigan yaxshi kiyim. Saqal bo'lsa Rasulullohning sunnati, namoz bo'lsa farz. Bularning orqasida nima bor? Asli ibodatning maqsadi bizni Alloh subhanahu va taologa davomli yaqinlashtirish, axloqimizni go'zallashtirish, bizning ruhiyatimizda, bizning psixikimizda o'zgarish paydo qilish. Bu ibodatning mohiyati. Lekinchi biz Allohga bo'lgan ibodatni yaxshi qilib, kishilar bilan bo'lgan aloqamizda nihoyat bir ichinishli ahvolda yashayapmiz. Ey jinim qarindoshlarim, mushu islom dunyosidagi eng cho'ng musulmonlar eng ko'p yashaydigan Indoneziya bo'lsa, qilish bilan fath qilinmagan. Balki musulmon tijoratchilar o'zining axloqi va o'zidagi go'zal islom obrazi bilan fath qilgan. Ular Indoneziyaga tijorat uchun borgan vaqtida mollari bilan dinni tang qo'shib setayotmagan qarindoshlar. Shuning uchun kishilar "Ya, bu nima degan go'zal din" deb islomni qabul qilgan. Shuni bilib qo'yaylik qarindoshlar. Safosiz musulmondachilik, mushu saxta musulmondachilikningki zini ma oshkor kofirning zinidan bak ortiq qarindoshlar. To'g'ri, bu kofirlik mo yomon ish, lekin saxta musulmondachilikning islom va musulmonlarga bo'lgan zini iniq kofirdan jiq ig'ir qarindoshlarimiz. Dinimizda boshqalar bilan bo'lgan muomalangizda, ijtimoiy aloqangizda mana din mushada qarindoshlar. Dinning tub negizi mushada. Boshqalar bilan bo'lgan aloqangiz, ijtimoiy yurib turishingiz, ilm birimingizda, qo'shindoshlikda, ya'ni kishilar bilan qilgan muomalangizda ifodalanadi. İnsanlar dindar musulmon tijoratchi bilan musulmon emas tijoratchining farqini bilamasa, bu dindarlikning nima foydasi qarindoshlarim? Musulmon ayol bilan musulmon emas ayolning farqini farq etamasa, buning farqi nima? Buning bu qandoq din qarindoshlarimiz? Men yaqinda mushu Turkiyada nayt ichinishlik bir ahvollarga shohid bo'ldim. Shundoq chiroyli obaylini kiygan, bütün ko'zidan boshqa hamma yana etgan hamshiralarimiz uy ijara oladi. Bir necha kundan keyin uyning egillari bularni sen uyimni maynat qilibsan, tozlamabsan deb uydan qo'g'lab chiqardi. Biz kichigimizdan tatib ota-onalarimiz bizni tozliq imonning jumlasidandir, pokizlik imonning yerimidir davasa, biz musholat qildik qarindoshlarim. Bizni boshqalar sen pokiz emaskan degan demisimi qarasak bu uyga, heliq uylar maylishib, axlat, uburniylar vayron. Ey jinim qarindoshlarim, mushu holatlar bizning dinimizga, islomning obraziga kofirdan bak ortiq ziyonlarni keltiryapti. Biz namoz o'qib, to'gidak yetib qopsaq bo'lamdi. Hajga berib faqat xon bilan zamzam ichib, Jungoda yasalgan Xitoylarning jaynimizni akilish bilan haj bo'lamdi qarindoshlar. Ro'zalarimiz faqat qo'saq osh qilishdan boshqa narsa emasmi? Namozlarimiz faqatlam bir hadam tanharakat o'ynagandek shu muskullar paydo etgan boshqa hech qanday bir ahamiyat yo'q narsaga aylanib qoldimi?
Bu qani namazning bu bizning qalbimizga, ruhiyatimizga, ish harakatimizga ko'rsatgan ta'siri. To'g'ri, bizning shaklimizda, kiyim-kechaklarimizda islomning shuarlari bo'lgan namoyandalarning bo'lishi islamimizda talab qilingan. Biroq shunisi bir numus, shunisi bir ichinishlik numus ishki, islomning tashqi ko'rinishini chin tutib, mazmunni tashlab qo'yish. Ma'u numus islomga qilingan jinoyat. Chunki Abu Jahil, Abu Bakr radhiyallohu anhu kiygan kiyimni kiydi. Umay ibn Xalaf degan munofiq kofirning saqili Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning saqildak uzun edi qarindoshlar. Lekin shakl o'xshagan bilan ma'ni, mazmun, mohiyat o'xshamaydi. Shuning uchun qarindoshlarim, biz musulmon bo'lgan ekanmiz, hammamiz Rabbimiz bilan qanday muomala qilamiz, o'zimizning bir musulmonga loyiq obrazimizni qanday namoyon qilamiz, qo'shnimiz bilan qanday muomala qilamiz, kishilik munosabatda do'stlar bilan, tuqqanlar bilan, ota-onamiz bilan, atrofimizdagi qo'shnilar bilan qanday muomala qilamiz, qanday musulmon bo'lishimiz kerak. Buni har bir musulmonning bilishi, namoz, zakot, hajdan burun o'rganishlik farz. Buni o'rganib bir haqiqiy tirik bir islomga aylanaylik qarindoshlar. Oxirsida shundoq deyman: ey qarindishim, ey singlim, islomga foydang tegmasimi, bo'lmug'ur ish harakating bilan islomga ziyon solma. İslam ve musulmonlar faxrlanigidek bir ishni qilib bermasangmi, boshqalarning islomga haqorat qilishga sabab bo'lma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. إسلامنا حياتنا إسلامنا